Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga yakshanba 15-mart Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Cobalt'lardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat, yili yangi, eski har xillardan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga ila bilan nomni yozib qoldiringlar. Xo'p, bugungi video roligimizni 2023 dan boshlayapmiz. Aka, bu o'zi mashinasizmi? Ha, dehqonchilik. Dehqonchilik. Yurgani qancha? 80. 80 ming yurgan mashina. Xo'p, ABS konditsionerlari bor, ekonomizeri bor ekan. 4-paketli propani bilan. ABS ham bor buni. Hamma narsasi bor. Plus ekonomizeri ham bor ekan. Yumshoq balon qo'yib qo'yibsiz. Yangi bir oy oldi, akkumulyator balon yangi. Xo'p, mana 80 ming yurgan mashina. Yurgani mana ko'rib olinglar. 80 ming yurgan. Propani tabletgami aka? Zapaskani o'rnida yumshoq balonlari bor. 80 ming yurgan 2023 kraskasi toza dedingiz, a? Toza. Yumshoq balonlari bor. Aka, necha pul qilib beramiz endi oxiri? Dehqonchilik ekan mana. 10300 ga beramiz. 10300 dollar bo'ladigani. Toza 80 ming yurgan 2023 4-paketli propanlari bilan hech qanaqa rasvoti yo'q ekan, avtomat korobka. Faqat naqd pulga sotiladimi aka? Nomeringiz 97 97 060 060 3344. 3344 raqamiga murojaat qilasizlar. Xo'p azizlar, navbatdagi Cobalt'imiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan mexanika ishqibozlar uchun kraskasi 100% toza ekan. Endi o'zingizlar kelib ko'rib tekshirib olasizlar, qaysi mashina bo'lsa ham. Yurgani 233 ming dedingizmi? 233 ming yurgan. 2 euro. Konditsioneri bor, ekonomizeri bor, metan gazi bor. Aka, nima rasvot qiladi mashina hozir? Nima rasvoti bor? Hech qanaqa rasvoti yo'q. Salom. Gaz yo'liga benzin rasvot qilyapti. Bo'ldi, 233 ming yurgan. Gazlar ochildi menimcha. Ochildimi? Ertalab ochildi. Yo'q, ochilmadim. Bizda propan shunga. Xo'p, mana metan gazlari bor. 2014 kraskasi mutlaqo toza, 233 ming yurgan. Aka, pulini mana o'z internetda doim sotasiz. Yaqin qilib, nima qilib beraman? O'zi bugun 76 7,5 aytib turdim mashinaga. Aha. Bora 74 ni o'tib beraman. 7400 dollar kami bor. Buni ko'p yerdagilar ko'radi. Chunki Hujjati ko'p nima sotaman qilasiz? demak. Hujjati o'zimda, xolasa generalni yoziladi, xolasa o'tkazib oladi. Bo'ldi, nomeringiz 91lik 91 605 605 0177. 0177 raqamiga murojaat qilasizlar. Xo'p azizlar, navbatdagi Cobalt'imiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiya, hamma narsasi bordan, eng qizig'i ekonomizeri ham bor. Ekonomizeri nima deb so'raganlar ko'p bo'lyapti. Ekonomizeri shu 1 litr 1,5 litr atrofida Aziya variantiga qaraganda ozroq rasvot qiladigan Cobalt'lar. 2023 da yurgani qancha aka? 96 ming yurgan. 96 ming yurgan mana ekonomizeri. 4-paketli propan. 4-paketli propan. Nima rasvoti bor aka? Bu xolasa shu rasxotni olib minish kerak xolos. Shopper kerak ekanda. Ko'pir kerak. Shumka qilingan ekan. Shumkalar qilingan. Apshipkalar mana qilib qo'yilibdi azizlar. Endi haligi mayda shunday narsasini aytmay nima kerak bor deb aka-ukalarimiz yozyapti, lekin oz-ozdan bo'lib ham yaxshigina pul ketib qoladi. Bu nima emasmi? Cruise control qilinmagan? Yo'q. Bu propani zapas balon o'rinda 48 talik. 96 ming yurgan. 2023 4-pozitsiya, hamma narsasi bor edi. Bu xolasa. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi top-toza. 100%. 100% inshaalloh. Necha pul qilib berasiz aka narxini? Aka 10200 dan tushib beramiz aka. 10200 dollar kami bor. Necha pulgacha ko'rdi sir bo'lmasa mana kechki bozor aka? Aka 96 berishdi. 9600 dollargacha pul ko'ribdi. Toza deyapsiz, ha? Hozir bu xolasa. Ozgina qo'shsa ustiga berasizmi? Ustiga qo'shsa beramiz. Xo'p, bo'ladi. Bu dehqonchilikmi aka? Yo'q, dehqonchilik emas. Qayerda mashinasi bu? Tirikchilik shaharda Andijon shaharida mashinasi. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 93 93 412 412 57 57 57, lekin buni faralari mana qilib qo'yilgan ekan, shunaqa qora. Bunaqa qora chiqmagan xabaringlar bor. Midnight qilib qo'yilgan ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. 9600 gacha pul ko'rdi. Xudo xolasa berishdi aka, savdo ham qildik. Bo'ldi, 2023 toza 96 ming yurgan 4-paketli propan gazlari bilan. 2020 dan davom etamiz. Yurgani qancha? 57 ming. 57 ming yurgan. 4-pozitsiya.
Avtomat korobka. Hamma narsasi bor buni ham. ABS konditsioner, metan gaz. Balonlari ozgina eskirib qolibdi-mi? 57 ming yurgan. Xo'p, avtomat korobka. talik temir metan gaz qo'yilgan ekan. Tollari zavod holatda. Xo'p, 54 ming yurgan 2020. Kraskasi kapotda petno dedingizmi? Petno. Ozgina petno kapotda. Narxi necha pul aytyapsizlar? 9400 9400. Kami bormi bo'lishi? berib beramiz. Bo'ladigani-mi? Bo'ladigan. Bo'ladigan 9400 dollardan ozgina tushib berilar ekan. Hujjatlari-chi? Hujjatlari nima hujjat desa qilib beramiz. Xo'p, variantga sotmaysizlar, ha? Yo'q. Xo'p, mashinaga bartergachi? Yo'q, barterga ham bo'lmaydi. Xo'p, nomeringiz? 94 430 99 raqamiga murojaat qilasizlar. Navbatdagi Cobalt'imiz 2018 ga 19. Ikkinchi pozitsiya Aziya varianti, mexanika korobka ya'ni. ABS konditsioner. Propan ekan gazi. Buni yurgani qancha aka? 495 ming yurgan. Motor asfaltmi edim? Motor asfaltlari yo'q. Salon holatlari. 496 ming bo'pti. Chexolda yaxshisidan taqib qo'yilgan. Xo'p, 495 ming yurgan. Gazi tabletkami? Gazalinglar bombadan kattasi. Kapsula. Ha, kapsula. 2018 ga 19 496 ming yuribdi. Kraskasi? Kraskasi o'ng taraf kirilo, kapot, orqa kapotdagi 3 ta detalda. 3 ta detal. Ustitlari o'zinikimi? Ustitlari almashgan. Almashgan. Bo'ldi. Aka yaqinroq qilib puli. Yaqinroq aka 7200 ham bor deb bo'ladiganini qo'yamiz endi. 6700 yozib beraveramiz. 6700 dollarga bo'lsa hisobchi qo'rar ekan. Generalniy davengiz berasizmi? Generalni beramiz aka, любой dokument bo'ladi. Xo'p, variantga chiqarmaysizlarmi? Variantimiz bank qilib beramiz aka. Bo'ldi. Nomeringiz? 93 218 218 77 99. 77 99 raqamiga murojaat qilasizlar. Navbatdagi Cobalt'imiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangidan 4-pozitsiyada avtomat korobka. Xo'p, bu diskga qo'yib bunda. Avtomat ekan. ABS konditsioner, metan gazlari bor. Yurgani qancha aka? Bu 192 ming. 192 ming yurgan. Xo'p, puli yengilroq 22 so'raganlarga pulni oxirida aytib ketamiz albatta. Bar qo'yilgan bunga. Bar qo'yilgan. Ha? 10x bar qo'yilgan. Taqiy yerda. 190 minada chopadi. Tayyor holatda. Pultlari ham bor ekan, ha? Gazi 90 talik temirmi? Temir. 2022 ayizlar avtomat korobka 192 ming yurgan ekan. Kraskasi qanaqa endi buni? Uni oldi kapotini bor, ustitrida yo'q kraskasi. Ustitrlarida yo'q. Ikkita detalda. Aka yaqinroq ol. Naqd puliga. 91 ga beraveradi. 9100 dollarga beriladi ayizlar. 2022 agar ma'qul kelib qolsa, generalniy davengiz beraverasizmi? Endi qani telefon qilishaversin, muammo yo'q. Imkoniyati bor. Ha. Bu mashinaga bartergachi. Barterlar ham bo'laveradi. Xo'p, variant chiqarmayapman. Nomeringiz? 91lik 91lik 611 611 0121 0121 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Ayizlar, yili eskiroq, kraskasi toza, yurgani yiliga nisbatan ozrog'ini so'raganlarga navbatdagi Cobalt'imiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani 214 dedingizmi? 214 ming yurgan. Albatta 2014 ga yurgani yaxshi. Xo'p. Metan gazlari bor. Endi mashinani bitta aybi shu birinchi pozitsiyalik. Endi bu ayb emas haligi. Kimgadir yoqmaydi baribir. Lekin kimlardir bor, mana o'zimni tanishlarim umuman konditsioner ishlatgan. Shunaqa insonlar bo'lsa bemalol olib minsiyadan yurganlar oz, kraskasi toza ekan 2014. Har bitta avtomobilda o'ziga yarasha ishqibozi bor-da baribir. Metan gaz. Kraskasi toza aka buni. 214 ming yurgan 2014. Aka necha pul qilib berasiz endi pulni yaqinroq? 6200 bo'lishimi? Bo'ladigan. Xo'p, hujjatlari qanaqa bo'ladi?
hujjatlariga keyin chiqadi. Xohlaganini qilib beraverasizlar. Bo'ldi, nomeringiz? 91 91 604 604 1190. 1194 aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 2022-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Cobalt'imiz azizlar. Xo'p, hamma ma'lumotlarni video davomida aytamiz. 2022 Xo'p, 4-pozitsiya avtomat korobka, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Buni yurgani qancha? 158 toza. 158 ming kilometr bosib o'tgan, o'ziniki kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Yumshoq balonlari bor. Shumkasi yo'q-a buni? Mana yurgani 158 ming kilometr bo'libdi. Monitor qo'yilgan, chexol taqilgan. Xo'p. Gazlari metan. Qo'llari zavod holatda. 158 ming yurgan 2022 4-pozitsiya. Gazi bor, yumshoq baloni bor. Kraskasi Top-toza. toza, narxi 1 so'm kamiyoni aytib beraman. bo'laveradi aka. 96 ga beramiz. 9600 dollar bo'ladigani. bo'ladigan. Hujjatini-chi aka? Qolagan hujjat. Qolagani beraverasiz. Variantga sotmayapsizmi? Yo'q, faqat bartrosi bo'laveradi. Barterga bo'laveradi. Lekin naqd. Nomeringiz? 94 94 061 061 57 57 57 raqamiga murojaat qilasizlar. Avtor rasxoti yo'q. 2016 navbatdagi Cobalt'imiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, azizlar, bugungi video roligimizda shunaqa pul yangilar ko'p chiqyapti. 2016 yurgani qancha edi? 480 ming. Bu yevromi? 1 yevro. 1 yevro ekonomizeri bor, ABS konditsionerlari bor. Xudo xohlasa motor asoti yo'q ekan. Balonlari yaxshi holatda, o'rtacha. Shuma izolyatsiya qilinmagan. Mana 480 ming yurgan, ichki holatlari yaxshi. Gazi metana buni aka? 90 talik temirmi? Xo'p, 2016 480 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi aka bir 35-40% bor. 35-40% kraskasi bor. Suvagi butunmi? Suyagi butun hali kesilgan Xo'p, joyi yo'q. narxini nechta qilib berasiz aka? Aka 6,5 6,5 ming dollardan kamini qilib berasiz, ha? Hujjatlarigachi? Hujjatlariga generalni berasizmi? Keyin chiqadi aka. Variantgachi sotmaysizmi? Yo'q, yo'q, variant. Nomeringiz? 93 93 706 706 66 66 92 raqamiga murojaat qilasizlar. Jalaqur tumani mashinasi. Xo'p, 2019 navbatdagi Cobalt'imiz avtomat korobka. 4-pozitsiyami? 4-pozitsiya ABS konditsionerlari bor, metan gaz o'rnatilgan. Yurgani qancha? 155 ming. 155 355 355 ming. Yurgani ko'padan ekan. remont bo'lgan nimasi? Motor korobkasi. Motor korobkasi polniy remont bo'lgan ekan. Xo'p. 355 ming yurgan mashina. Bitta orqa krilosida kraskasi. Xo'p, gazi 90 talik temirmi? 90 talik metal, temir. 355 ming yurgan 2019 4-pozitsiyada. Kraskasi bitta detal dedingizmi? Ha, bitta orqa kriloda bor. Shundami? Nari. Nari tarafida. Narxi nech pul aka? Narxini bo'lishini aytaymi? 8400 ga berib beramiz. 8400 dollarga berilar ekan. Hujjatlari-chi? Hujjatlar nima hujjat desa qilib beramiz nomimizda. Xo'p, variantga sotmaysizmi? Yo'q, variantga bo'lmaydi-yu. 1,5 ming puli borga, 1300 puli borga bank ham qilib beraveramiz. Bo'ldi. Bartergachi? Barterga ham bo'laveradi, yangidan asosan. Bo'ldi. Nomeringiz? 93lik 93 258 258 0785. 0785 raqamlariga murojaat qilasizlar. Xo'p, azizlar, e'tibor bergan bo'lsanglar, mana aytib ham ketdim. Bozor tashqarisidan bugun asosan syomka qildik. Kechki bozor ichidan ham mana bir ikkita qo'shib qo'yapmiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan qop-qora rangidan navbatdagi Cobalt'imiz. Yurgani 355 mingmi? Ha, 355 ming yurgan. 1-pozitsiya. Metani bor. Motor ходовой korobka? Yaxshi hamma. Yaxshi. Rasxoti yo'q. Yo'q, oldi eshikdan shuncha qilingan. Nima qilingan? Shuma izolyatsiya qilingan ikkita oldi eshigi. Buni gazi temirmi? Ha, temir. 355 ming yurgan 2013. Kraskasi? Kraskasi oldi kapotida xolos. Oldi kapotda. Uslitlari o'znikimi? Narxi nech pul buni? Oladigan odam esa 5,5. 5,5 ming bo'lishi. Mayli. Olaman desa kelishiraman. Kami ham bor. Ha. Generalni berasizlarmi? Generalni ham beraveramiz, xolos nomiga ham yetkazib beraveramiz. Xo'p, variantga sotmaysizlarmi? Yo'q, faqat Naqd puliga faqat. Nomeringiz?
97 97lik 839 839 81 10. 81 10 raqamiga murojaat qilasizlar. 2016 navbatdagi Cobalt'imiz azizlar. 3-paysiyami? 3-chi pozitsiya. 3-paysi 2016 mexanika. Yurgani? ABS konditsioner, metan gazlari bor. Yurgani 290 mil dedingiz. 190 ming yurgan. 290 mil yurgan. Talonlarni ko'ringlar. Motor ходовой korobkalari qanaqa? Zo'r motor garajlari. Zo'r. 292 mil yurgan. Gazi metan ha buni. Metan gazi. 290 mil yurgan 2016 3-paysi. Kraskasi 20-30 foiz kraskasi 20-30 bor. foiz bor. Oldi orqa pechat mashinada. Oldi orqa Yo'lboshlarga pechat. tekroga. yonboshlarida Kraska keri kraska. bor, urilmagan lekin. Aha. Nech pul narxi aka? Bunisini ozgina kraskasi bor mashinani 6800 dan beramiz. $6800 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Qilishyapti buni. Bo'ldi. 64 Hujjatlari nima bor? berilmayapti. 6400 gacha pul kelayotgan hujjatlari. Hujjatlari xohlasa genka oladi, o'zi o'tkazib oladi. Buni. Telefon Buni nomeringiz. hujjat. Tak 99lik 99 383 383 1771. 1771 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. Naqqa sotaman deyapsan aka? Nakka sotiladi. Puli yengilidan davom etamiz azizlar. 2015 navbatdagi Cobalt'imiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Bu birinchi paysiyami? Propan gazlari bor ekan. Nechinchi paysiya bu? 3. ABS'lari o'g'irlangan ekan. ABS konditsionerlari o'g'irlangan. Bo'ldi. Mana 513 ming yuribdi. Endi puli yengilroq azizlar. Ichki holatlarini ko'ringlar. Patologlari ham yaxshi. Propani tabletkami? Tabletkani zapas talonda o'rnida. 2015. Yana bitta bosib o'rasiz aka. Yo, bo'ldi, bo'ldi, ochildi. Mana propan gazlari bor ekan. Shu joyini ko'rsatmoqchi edim o'zi. 2015 513 ming yurgan. Kraskasi Burası 30-40% bor. 30-40% bor. Suvagi butunmi? Suvagi butunmi? Nech pul narxi aka? 5600 qilib ber. $5600 bo'ladiganmi, kami bormi? Bo'ladigani. Bo'ldi. Variantga sotgansiz? Naqd pul faqat. Nomeringiz 95 95 553 553 99 77. 9977 raqamiga murojaat qilasizlar. 2016 navbatdagi Cobalt'imiz. Xo'p. Yurgani ko'proqdan ekan, Euro varianti. Yevroda ABS konditsioner hamma narsasi bor ekan, ekonomizerigacha bor. Xo'p, buni yurgani 540 ming bo'libdi. Motori qanaqa? Zo'r. Zo'r. Motorlar qo'ygan bo'lsa kerak. Ayya, rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q hozir. Endi kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar o'zingizlar. 541 ming yurgan. To'rtta balon yangi deyilyapti. Mana metan gazlari bor. Pollari yaxshi. 540 ming yurgan 2016. Kraskasi qanaqa? Mana kapotda yuzaki bor xolos. Kapotda yuzaki. Ustitlari yechilganmi, yechilmagan? Yo'q, top-toza Toza. ustitlari mana ko'rsiz. Toza ustitlari. Bo'ldi. Narxi nech pul aka? Narxini 7000 deyapmiz. 7000 kami bor. Nech pulga bermadingiz? 64 ga beramiz. 6400 gacha pul ko'rdi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Xohlagani bo'ladi. Xohlagani bo'laveradi. Variantga sotmaysizmi? Banki versiyamiz. Bo'laveradi. Nomeringiz 91lik 91lik 92 92 44. 602 92 44 raqamiga murojaat qilasizlar.